Hammaga assalomu alaykum. Chorvasiddin Ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchoq qishlog'iga Optimchi arzonchi mo'mjaminlarning firmasiga yangi paltarishga qolamiz va pasuslarimiz kelgan. Haftaning shanba 17-oktyabr biz video syomkamizni xudoolasi boshladik. Hurmatli obunachilar, mana bu qolamiz xudoolasi ozonda yetib keldi. Sekin tushishni va bunaqalar kirishlarni video qabza qilib beramiz. Pullar o'ta yengil. Bu bir fura keldi, xudoolasi 50 qo'sh bo'lsa kerak. Furachamiz sekin kirolmayapti. Shopirimiz neto ekan. Hamma furachilar kirib ketgan, u kirolmayapti, hurmatli obunachilar. Videomiz boshida aytib ketik. Qo'y so'raganlarga qo'y, ot so'raganlarga ot, mol so'raganlarga mol, hammasidan bor. Otlarimiz narxi 8 milliondan boshlanadi, 10 milliongacha, 15 milliongacha. Qo'ylarimiz 2 dan boshlanib 5 milliongacha. 500 bosh qo'yimiz bor. Mana hurmatli obunachilar, xudoolasa sekin olib kiryapmiz. Mana hurmatli obunachilar, xudoolasa sekin tushiryapmiz. O'tgan sabab bilasizlar, mashitda qo'lamiz mashitda tushirganmiz. Xudoolasa ko'pirtirishda yangiladik, mana kattalashdik, pura kiratdi. Firmamizda ishini tayyor olib beradi. Yoriqda, xudoolasa ozonda ertalab qo'lamizni bir qator ko'rsatamiz. O'tini yeb, suvini ichib, damni olib, sekin ko'rsatamiz. O'zim ham juda qiziqib ketyapman, ichida qanaqa bolalar keldi. O'ta dahshatlari keldi deyapti, bunaqasi hali kelmagan deyapti. Bir ko'rakcha to'qol haqiqiy vura boshlaganlarga jingalak. Bo'lsa sekin buqalarimiz tushyapti. Ko'ribizlar baho beraverasizlar. Kanka candı. Ben kullanış gelir. Bular haqiqiy u avlikolon bor ekan ichida, avlikon. Haqiqiy bo'laman degan bo'lar. Oldu bak.
maqtash kerak yo'q, o'zinglar ko'rib turibsizlar. Bu pulida molni o'zi puli juda arzon. Dollarsa narxi ertalab chiqadi. Bemalol telefon qilib tepasi savdo qilib olaverasizlar. Onlayn savdosi ham bor. Dastavkadan muammo yo'q. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Evet. Bol. Mana hurmatli obunachilar, bu kanalimiz tushib o'tishni ko'ryapsizlar. Ular anchadan beri yo'l yurib charchoqlari endi sekin chiqadi. Xudo xohlasa puli endi chiqadi. Mana. Yıllar boş buqamiz bor. Simmental shoxsiz bor, shoxlisi bor. Hurmatli obunachilar, 17-oktyabr shanba kuni bu kanalimiz tushdi. Mol neden geldi Kazakistan'dan geldi? Rossiyadan Rossiya Altayskiy dollari.